Esse integrallarni 3-turi. Bu tur juda ko'pchilikni chalg'itib qo'yadi. Sababi bu yerda ozgina boshqacharoq bo'ladi. Integrallanuvchi funksiya. Shu paytgacha birinchi tur haqida gaplashdik. Integral chegaralari o'zgarmas sonlar bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda 0, bu yerda 1 bo'lishi mumkin. Ikkinchi turda integralni chegaralari o'zgaruvchi son bo'ladi va bitta shart bor. Ichidagi funksiya, integrallanuvchi funksiyamiz faqat t ga bog'liq bo'lishi kerak. Bu yerda 3-turda ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda ikkita o'zgaruvchi bor, x va t. Mana shu joyi chalg'itadi. Ko'pchilik o'ylaydiki, bu ikkinchi tur bilan bir xil. Kelin shuni birinchi xato yo'l bilan ishlab ko'rsataman. Xato yo'lni ko'ramiz. Xo'p. Xato yo'l qanday bo'ladi? Men mana shuni ikkinchi tur integral deb ishlab ketaman. Ya'ni bu yerda t, bu yerda faqat t ga bog'liq deb. Ko'pchilik mana shu yo'lda ishlaydi, xato yo'lda. Qanday bo'ladi? Yana o'sha FTC qoidasi bo'yicha qo'yamiz o'rniga, t ni o'rniga. Demak, h ni hosilasi bu x plus x kvadrat. Ya'ni mana buni bu yerga qo'ydik. Va FTC qoidasi bo'yicha bu chegarasidan ham hosil olishimiz kerak. X kvadratning hosilasi 2x bo'ladi. Bu yerdan h hosila 1 teng y kvadrat 2. Demak, 2 y kvadrat chiqadi deb o'ylaydi. Bu ham ABCD variantlar ichida aniq bo'ladi va shu javobni tanlaydi. Afsuski, bu yo'limiz xato. Sababi nimaga? Birinchidan, biz x bo'yicha hosil olyapmiz. X hosila degani o'zi o'zgarish degani to'g'ri. X bo'yicha hosil olganimizda x bor joyda hammasidan hosil olishimiz kerak degani to'g'ri. Mana bu yerda x bor edi, bundan hosil oldik. Lekin bu integrallanuvchi ichida ham y ni darajasi x bor. Bundan ham hosil olishimiz kerak edi. O'sha lekin bu yerda olganimiz yo'q. Bu yerda aralashib ketgan. Bularni to'g'ri yechimi qanday bo'ladi? Bunga ikki xil yo'l bor. Bitta yo'l Leibniz qoidasi orqali, ikkinchi yo'li agar iloji bo'lsa y ni darajasi x ni integraldan ajratib olish, shu ikkinchi usul bo'ladi. Ikkala usulda ham ko'ramiz. Undan oldin Leibniz qoidasi haqida ozgina gaplashib olamiz. Leibniz qoidasi bu qoida FTC integrallarni umumlashtirilgan holati hisoblanadi. Bu yerda bitta o'zgargan narsa, chegaralari o'zgaruvchi funksiyalar. Bitta o'zgargan joyi endi integrallanuvchi funksiyamiz ikkita o'zgaruvchiga bog'liq bo'ladi, x va t ga, va integralimiz t bo'yicha olinyapti. Bizga kerak x bo'yicha hosilasi. Mana shu integralni bizga kerak x bo'yicha hosilasi d bo'lingan dx, x bo'yicha hosila degani. Deyarli bir xil formula. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik xato qiladi, bu qismini unutib qoldiradi. Ya'ni nima qiladi? Shu FTC qoida bo'yicha jx ni bu yerga qo'yamiz. Bu hosil bo'ladi va bu x ga nisbatan funksiya bo'lgani uchun jx o'zidan ham hosil olamiz va hx ni ham qo'yamiz bu yerga va h dan ham hosil olamiz. Bu deyarli shu FTC boshda o'rgangan FTC bilan bir xil. Lekin buni o'zini yozib ishlaydigan bo'lsanglar xato bo'ladi, chunki mana bu qismi ham bor. Bu qismi nima deydi? Bu yerda funksiyamiz x ga ham bog'liq bo'lgani uchun, ya'ni x ni o'zgartirsak, demak bu funksiya ham o'zgarish kerak. O'zgarish degani bu hosila. Ya'ni shu d bo'lingan dx ni buni integralni ichiga ham olib kiramiz va bundan hosil olib qo'yishimiz kerak x bo'yicha. df shunda dx hosil bo'ladi. Va bitta muhim joyi, integralni chegaralari o'zgarmaydi. Mana shunday qoladi. Plus yo'da FTC hosilasini yozib qo'ysak, to'g'ri bo'ladi. Leibniz qoidasini bu rasm orqali ham tushunishimiz mumkin. Ko'rib turganinglardek,
bitta buni iceberg deb hisoblaydigan bo'lsak, FTC integrallar shunchaki suvni yuzasidan chiqib turgan qismi hisoblanadi, ya'ni kichkina bir qismi. Leibniz qoidasi esa shuni umumlashtirilgan katta bir qismi. Deyarli agar Leibniz qoidasini zo'r o'rgansangiz, qolgan integrallarni ishlash oson bo'ladi. Endi mana Leibniz qoidasiga bitta kichkina misol ko'ramiz. Mana bu yerda berilgan. Va video oxirida bitta ajoyib Leibniz integral orqali ishlanadigan masala ham ko'ramiz. Bu misolda nima berilgan? Katta fx berilgan ekan, ikkita hosilasini topishimiz kerak. Birinchi integralni analiz qiladigan bo'lsak, chegarasida x bor, demak bu ikkinchi tur. Lekin bu yerga e'tibor bersak, x va t aralashgan, demak bu uchinchi tur integral. Yana o'sha agar xato yo'lda ishlaydigan bo'lsak qanday bo'ladi? Xato yo'lda ko'rsataman. Bitta hosil oladigan bo'lsak, ya'ni FTC orqali mana bu yerda berilgan FTC nima qilamiz? X ni bu yerga qo'yamiz. X ni bu yerga qo'ysak 0 bo'lib ketadi, ko'rib turganingizdek. Bu yog'i keyin bu qismi constant bo'lgani uchun u ham 0 bo'lib ketadi. Demak 0 chiqadi deb 0 aniq javoblar orasida bo'ladi, lekin bu yana xato bo'ladi. Chunki bu yerda ham x imiz bor. Endi shuni Leibniz qoidasi orqali ishlab ko'raylik. Qanaqa bo'ladi? F ning hosilasi x. Hop, integralimiz berilgan, to'g'rimi? Mana bu. Bitta qiladigan ishimiz mana bu boshidagi shundan x bo'yicha hosil olib qo'yishim kerak. Integral chegarasi o'zgarmaydi. 1 dan x gacha va buni x bo'yicha hosil olganimizda qanaqa bo'ladi? X ni bunga ko'paytiraman. X ko'paygan ft bo'ladi. X bo'yicha hosil olsak, mana bu x yo'q bo'lib ketadi, chunki biz ft ni o'zgarmas deb tasavvur qilamiz. Bu yerga yozaman ekan, demak ft t qoladi. Keyin bu yerda savol tug'ilishi mumkin, t ni ft ga ko'paytirsak, t ft bundan x bo'yicha olmaymiz, olamiz albatta. Chunki x bo'yicha hosilasi 0 bu yerda. Shuning uchun yozganim yo'q. Plus mana endi FTC qoidasini ishlatsak bo'ladi. Mana bu x ni qo'yaman bu yerga. Nima bo'ladi? 0 bo'lib ketadi. Va x dan hosil olib ko'paytiraman. Bir yozish shart emas, bu yer o'zgarmas bo'lgani uchun u ham 0 bo'ladi. Bu ham yozish shart emas. Demak, f ni katta f ni hosilasi x teng bo'ldi 1 dan x gacha ft t ekan. Bizga yana bitta hosilasi kerak. E'tibor bersanglar, bu ikkinchi turni o'zi. Ikkinchi tur, ya'ni bu yerda x ni yo'qotdik. Bir marta hosil olgandik, x yo'qoldi. Endi bizga yana bitta hosilasi kerak. Ikkita hosilasi teng. Yana FTC dan foydalansak bo'ladi, chunki bu ikkinchi tur. X ni bu yerga qo'yamiz. F x kelib chiqadi. 1 ni qo'yish shart emas, chunki bu o'zgarmas son, hosilasi 0 bo'lib ketadi. Demak, javobimiz shu bo'ladi. Ikkita hosilasi, demak, fx ga teng ekan. Ko'rib turganingizdek, bu katta farq qilyapti. Boshida xato yo'l bilan ishlaganimizda 0 chiqayotgandi va hozir to'g'ri yo'l bilan Leibniz qoidasi orqali ishlagandik, fx kelib chiqdi. Endi yuqoridagi misolimizga qaytsak bo'ladi. Mana bu misolimiz. Buni bitta xato yo'l bilan ishlagandik. Adashmasam 2y kvadrat chiqqandi. Endi bizda yo'l bor. To'g'ri yo'l bilan ishlab ko'ramiz. Qanaqa bo'ladi? Bunga ikkita yo'l qilishimiz mumkin. Aytganimdek, bittasi Leibniz qoidasi orqali, ikkinchi yo'limiz agar bu yerdan iloji bo'lsa, yx ni ajratib olib, integraldan tashqariga chiqarib olish kerak. Birinchi yo'lni shu bilan ishlab ko'raylik, keyin Leibniz qoidasi bilan ko'ramiz. Birinchi yo'limiz hx integralni soddalashtirib olaman. Yx ko'paygan y darajasida t bo'ladi. Integrallanuvchi funksiyamiz mana shu, to'g'ri? Va biz t bo'yicha integral olyapmiz. Demak, bu yerda yx qanaqadir o'zgarmas son t uchun. Buni integraldan tashqariga chiqarib olsak bo'ladi. 0 x kvadrat yt
tt bo'ladi. To'g'ri. Endi bizga kerak h ni hosilasi 1 kerak. Ikkita yo'limiz bor bu yerda yana. Bitta yo'limiz buni ko'paytmani hosilasi qilib ishlasak bo'ladi. Sababi bitta x ga bog'liq ifoda. Bu integralni hisoblasak ham bitta x ga bog'liq ifoda kelib chiqadi. Bundan ko'paytmani hosilasi qilib olsak bo'ladi. Yoki bu yerda y ni tayanchini integralini qilamiz. Y ni integrali, ya'ni o'zi bo'ladi. Agar bu yerda t kvadrat bo'lganda integral ola olmasdik. Shuning uchun ham bu yerdan ko'paytmani hosilasi yo'lini bilan tushuntiraman. Umumiyroq usul bo'ladi. H ni hosilasi x teng. Bu yerda bitta x li ifoda, bu yerda bitta x li ifoda. Ko'paytmani hosilasini olamiz. Birinchi bundan olib, bunga ko'paytiramiz. Bunda o'zi kelib chiqadi. Plus x ni ko'paytiraman. Integralni hosilasi. Integralni hosilasini bilamiz. FTC orqali x ni bu yerga qo'yaman va x kvadratdan hosil olib qo'yishim kerak. Y x kvadrat ko'paygan x kvadratning hosilasi 2x bo'ladi. Demak, mana shu bo'ldi. Bizga kerak h ni hosilasi 1, x ni o'rniga 1 ni qo'yamiz. Y ko'paygan, mana bu yerda 0 bor edi. 0 u 1. Chunki x ni o'rniga 1 ni qo'yapmiz. Y t plus 2 y kvadrat bo'lar ekan. Xo'p, endi bu yog'ini hisoblash oson. Integralni olamiz. Y ko'paygan y ni integrali y bo'ladi. 0 u 1 plus 2 y kvadrat. Bundan kelib chiqadi 3y kvadrat. Va 0 ni qo'yganimizda 1 bo'lib ketadi. Minus 1 y ko'paysa, demak 3y kvadrat minus y kelib chiqar ekan. Xato yo'lda ishlaganimizda 2y kvadrat kelib chiqadi. Ko'rib turganlaridek, bu umuman boshqa javob chiqyapti va bu to'g'ri javob. Xo'p, endi ikkinchi yo'limiz. Ikkinchi yo'limiz osonroq. Leibniz qoidasi orqali ishlab ko'ramiz. Qanaqa bo'ladi? Yana shu integralimiz berilgan. Leibniz qoidasi orqali hosil olamiz. H hosila x. Birinchi bo'lib integralni oraliqlari o'zgartirilmasdan yozib olamiz va x bo'yicha hosil olamiz. Y ni darajasi x ni hosilasi o'zi bo'lgani uchun shunday qoldiramiz. Yx plus t tt plus va ftc dan foydalanamiz. Ftc nima edi? Bu x kvadratni t ni o'rniga qo'yaman. X plus x kvadrat va x kvadratni o'zidan ham hosil olamiz, chunki bu ham o'zgaradi. Shu xolos. Endi bizga kerak h hosilasi 1. X ni o'rniga 1 ni qo'yamiz. Integral 0 u 1 y. Bu yerga ham 1 ni qo'yishni unutmasligimiz kerak. 1 plus t tt plus bu yerga qo'yamiz 2y kvadrat. Hop. Integralni olamiz. 1 plus y tani integral o'zi 0 u 1 plus 2y kvadrat. 1 ni qo'yganimda y kvadrat, bu bilan 3y kvadrat. 0 ni qo'yganimizda y minus y, bu yerga minus y yozamiz. Demak 3y kvadrat minus y va birinchi yo'limizdagi javob bilan bir xil chiqdi. FTC integrallarning 3-turiga yana bir ajoyib misol, IDC kitobidan olingan bu misol. fx differensiyalanuvchi funksiya. Bu haqida yana ko'p gaplashamiz onlayn kurslarimizda, differensiyalanuvchi nima ekanligi. Hozircha shunchaki hosil olishi mumkin degani differensiyalanuvchi. Shu berilgan va f2 ni qiymatini topish kerak. Integralni yana analiz qiladigan bo'lsak, chegaralari bittasi o'zgaruvchi son x,
Bu yerda har qanday funksiya bo'lishi mumkin o'rnida va integrallanuvchi funksiya ichida x va t aralashgan. Demak, bu albatta 3-turga kiradi. Yana bitta bu yerda aytib ketishim kerak. Xato yo'li buni x ni bu yerga ko'pchilik qo'yadi. X o'rniga mana bunday tarzda yozib ketadi. Hosilasi shuni. Hosil olganimizda x ni qo'yadi, 2x f hosila x deb ketadi. Bu umuman xato bo'ladi. Buni yana ikkita yo'l bilan ishlashimiz mumkin. Birinchi yo'limiz x ni integralni ichidan ajratib olishimiz kerak. Ikkinchi yo'limiz Leibniz qoidasi. Bu videoda shu faqat Leibniz qoidasi bilan ishlab ko'ramiz. Leibniz qoidasi bilan. Xo'p, Leibniz qoidasi ikkala tarafdan hosil olamiz. Buni hosilasi ko'paytmani hosilasi 2f x plus 2x f hosilasi x bo'ladi. 3x kvadrat hosilasi 6x plus va bu yerga kelganimizda ehtiyot bo'lamiz. Mana shu yer chalg'itadi. Leibniz qoidasi ishlatamiz. Integralning chegarasini yozib olaman. 0 dan x gacha va x bo'yicha hosil olishim kerak ichidan. Qavslarni ochamiz. Bu yerga ko'paytiraman. 3x f hosila t bo'ladi. X bo'yicha hosil olsangiz, bu yerda 1 bo'lib ketadi. X ning hosilasi. Demak, 3 f hosila t qoladi. dt. Plus va endi FTC qoidasini ishlatamiz. X ni bu yerga qo'yamiz endi. Mana shu yerga qo'yganimizda 2x f, chunki 3x minus x 2x bo'ladi. F ning hosilasi t. Mana shu bo'ladi. E'tibor bersanglar, bu yerda bu bilan bu qisqarib ketar ekan va nima qoldi? 2fx 6x plus mana bu integralimiz qoldi. E'tibor bersanglar, bu ikkinchi turga aylanib qoldi. Ikkinchi tur integral bu. Chunki hech qanday x aralashayotgani yo'q integrallanuvchi funksiyaning ichida. Endi bu yerda nima qilishimiz mumkin? Ikkita yo'l bor yana. Bu yerda hosil olishimiz mumkin yana, yoki f ni hosilasi t ni integrali ft bo'lgani uchun bu yo'l ham bor, lekin umumiy yo'li yana bitta hosil olishimiz kerak bu yerdan. Buni hosilasini ikkita f hosila x bo'ladi teng 6 plus va bu yerda bemalol FTC orqali yana hosil olishimiz mumkin. O'rniga qo'yaman. 3 f hosila x kelib chiqadi. Bu yerdan f hosila x ni topamiz. Demak, -6 ga teng. Bitta boshlang'ich olamiz. fx teng -6x plus qandaydir son. Yana bu yerda bizga noma'lum bo'lyapti. Topishimiz kerak buni. Doimgidek integralimizga qaytamiz. Qayerdan foydalansak bo'ladi? Agar mana bu yerga qaytib x ni o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsam, bu yerga ikkala taraf ham 0 bo'lib ketadi, ya'ni foydasi yo'q. Lekin bitta Leibniz qoidasini ishlatganimizdan keyin hosil bo'lgan integralimizga qaytamiz. Endi 0 qo'yib ko'raman shu yerga. Mana bu yerga. Nima kelib chiqadi? X 0 bo'lganda bu yerda 2f 0 teng bu yerda 0 bo'lib ketadi va bu integralimiz ham 0 bo'lib ketadi. Demak, f0 0 ekan. Bu yerda 0 qo'yganimizda s ham 0 kelib chiqadi. Demak, fx teng -6x bo'lar ekan. f2 ni qiymati -12. Mana shu to'g'ri javob bo'ladi. Leibniz integral uchun bonus misol juda ham ajoyib. Bitta klassik integrallardan bittasi. O'zimga ham yoqadi bu misol. Bu misolni elementar yo'llar bilan ishlab bo'lmaydi, ya'ni bo'laklab integrallash yoki belgilash yo'llari bilan. Leibniz integralni agar ishlata olsak,
osongina chiqadi. Faqat uni qanday ishlatamiz? Leibniz integralda odatda integrallanuvchi funksiyada ikkita o'zgaruvchi bo'lishi kerak. Hozir bu yerda faqat x bor. Demak, yana bitta o'zgaruvchi kiritishimiz kerak, t. Farqi yo'q, u harfini t deb belgilashimiz kerak. Odatda mana bu darajasini belgilasak osonroq bo'ladi. Ya'ni integralimizni i t deb belgilab olaman. 0,1. Faqat endi darajasini xt -1 ln x deb olamiz. Buni sababini tushuntiraman. Nimaga aynan mana shu darajasini t deb olishimiz kerak? Sababi bor buni ham. Xo'p, hech narsa o'zgargani yo'q. Faqat bu t ni o'rniga 2025 ni o'rniga t ni qo'ydik. Ya'ni umumiy holatda ishlayapmiz. Agar shu integralni hisoblay olsak, har qanday darajani qo'yib hisoblasak bo'ladi. Bizga kerak mana shu yerdan t ni o'rniga 2025 qo'yishimiz kerak, to'g'rimi? Hop. Bizni maqsadimiz shu topish. Hop. Endi bu yerda ikkita noma'lum bo'ldi, x va t. Integrallanuvchi funksiya bu yerda dx bo'lib ketyapti, ya'ni x bo'yicha integral olyapmiz. Leibniz qoidasi orqali hosil olamiz. Demak, bu tarafda ya'ni t bo'yicha hosil olamiz, chunki funksiyamiz t ga bog'langan bu yerda. 0,1. Demak, t bo'yicha hosil olyapmiz. Bizga bular muhim emas. T bo'yicha olayotganimizda faqat buni hosilasini olamiz. X t-inchisidan t bo'yicha hosil olsak, bu yerda x o'zgarmas son, t o'zgaruvchi darajani hosilasi emas. xt ln x bo'ladi. Mana bu yerga yozib qo'yaman. Qoida bor edi. Agar esinglarda bo'lsa, x ni hosilasi ln a bo'lyapti. Bu yerda ham xuddi shu o'zgarmas son bu yerda i bilan bir xil bo'lyapti. O'zgaruvchi t va mahrajda ln x. Bundan hosil olsak 0 bo'lib ketadi. Shuning uchun yozganim yo'q. Demak, ln x bilan ln x qisqarib ketadi. Shuning uchun ham darajasini t deb olganmiz. Chunki bir marta hosillaganimizda ikkalasi qisqarib ketadi. Va bu teng bo'ldi. Juda ham oddiy integralga kelib qoladi endi xt dx. Endi integrallanuvchi funksiyamiz dx ga nisbatan bo'lyapti. Dx ga nisbatan oladigan bo'lsak, bu shunchaki daraja. xt + 1 t + 1. Chunki x ga nisbatan integral olayotganimizda endi t bu o'zgarmas son. Ya'ni x ni n-inchisidan integral olgan bilan bir xil. 0,1. 1 ni qo'ysak 1 taqsim t + 1. 0 ni qo'yadigan bo'lsak 0 bo'lib ketadi. Keyin yana bu yerda savol tug'ilishi mumkin. Nimaga bu yoqqa ftc ni yozganimiz yo'q? Chunki bu yerda chegaralari o'zgarmas son bo'lyapti. ftc ni yozganimizda baribir 0 bo'lib ketadi. Shuning uchun faqat integral qismini yozib ketdim. Demak, bu yerdan nima kelib chiqdi? I hosilati 1 taqsim t + 1 ga teng ekan. Ikkala tarafdan boshlang'ich olamiz. I t, buni boshlang'ichi ln t + 1 plus yana qandaydir o'zgarmas son bo'ladi. Va doimgi savolimiz bu yerda t ni qiymatini qanday topamiz? Integralimizga qaytamiz. Boshidagi mana bu yerdagi t ni o'rniga qandaydir son qo'ysam, hisoblashga oson bo'lib qolishi kerak. 1 ni qo'yib yuraman. Yo'q, 1 foydasi bo'lmaydi, 2 ham foydasi yo'q. 0 ni qo'yib yuramiz. T ni o'rniga 0 qo'yganimda 1 bo'lib ketadi. 1 - 1 0. Demak, integral 0 bo'lib ketadi. Yerga yozib ketamiz. T 0 bo'lganda I0 bu 0 chiqadi. Demak, bizda bitta qiymati bor. Bundan
s'ni topib olsak bo'ladi. Bu yerga qo'yaman. 0 ln 1 plus s teng 0. ln 1 ni qiymati 0 bo'lgani uchun bu yerdan ham s 0 kelib chiqadi. Demak, bu yerdan I t ln t plus 1 ga teng ekan. Yoki mana bu integralni olamiz. Shu integralimiz teng ekan ln t plus 1 ga. Bu yerda t musbat deb olamiz. Chunki bizga musbat qiymat kerak. Demak, 2025 ni qo'yamiz. Yana o'rniga 2025 ni qo'ysak, bu yerda 2025 plus 1 2026. Ya'ni javob shu bo'ladi. Ln 2026 chiqar ekan.